Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda har biringizni bevosita qiynaydigan, hamyoningizga ta'sir qiladigan o'ta muhim mavzuni batafsil ko'rib chiqamiz. Bilaman, kommunal to'lovlar ko'pchilikning asosiy xarajatlari qatorida turadi. Gaz, svet, suv, chiqindi, issiqlik bu to'lovlarsiz zamonaviy hayotni tasavvur qilish qiyin. Ammo ba'zan bu xarajatlar oila byudjetiga og'irlik qiladi, ayniqsa hozirgi qiyin iqtisodiy sharoitlarda. Bugun men sizga juda muhim, hatto shok qiluvchi yangilikni aytmoqchiman. Rasmiy qarorga ko'ra ma'lum sharoitlarda kommunal to'lovlarni to'lamaslik mumkin. Bu haqda ko'pchilik bilmaydi yoki ma'lumotlar chalkash bo'lishi mumkin. Lekin men bugun barcha tafsilotlarni, yangi o'zgarishlarni va aniq misollarni keltirib o'taman. Shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling. Chunki bu ma'lumot sizning oilangizga minglab, hatto millionlab so'm pul tejashga yordam berishi mumkin. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va sizga kelajakda ham shu kabi foydali ma'lumotlar yetkazishda dalda bo'ladi. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Kommunal to'lovlar masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. Ilgari, ya'ni bir necha yillar oldin kommunal xizmatlar uchun to'lovlar asosan aholi tomonidan to'liq miqdorda hech qanday chegirmasiz amalga oshirilgan. Faqatgina juda cheklangan doiradagi imtiyozli shaxslar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari yoki nogironlar ba'zi chegirmalardan foydalanishlari mumkin edi. Ammo bu chegirmalar ham ko'pincha kichik miqdorda bo'lib, umumiy xarajatlarning uncha katta qismini qoplamas edi. Masalan, oddiy bir nafaqaxo'r yoki kam ta'minlangan oila uchun uy-joy kommunal xizmatlar uchun to'lovlar doimo jiddiy yuk bo'lib kelgan. Agar oilaning daromadi kam bo'lsa, har oyda gaz, svet, suv uchun o'rtacha 500 ming so'm to'lash juda katta mablag' hisoblanardi. Hozirgi kunda esa vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda, ayniqsa hukumat tomonidan qabul qilingan bir qator farmon va qarorlar natijasida ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Aynan mana shu yangi o'zgarishlar tufayli kommunal to'lovlarni to'lamaslik imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo shuni ta'kidlashim kerakki, bu mutlaq hamma to'lovlardan ozod qilish degani emas. Bu faqatgina ma'lum bir toifadagi fuqarolarga aniq belgilangan shartlar asosida beriladigan imtiyoz, subsidiya yoki moddiy yordam shaklidir. Yangi qabul qilingan rasmiy ko'rsatmalar asosan oilalarning ijtimoiy ahvolini, daromadlarini, nogironlik holatini, oiladagi bolalar sonini inobatga olgan holda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qisman yoki to'liq qoplashga qaratilgan. Bu tizim yanada shaffoflashdi va fuqarolar uchun qulayroq bo'ldi. Endi kam ta'minlangan, o'quvchisini yo'qotgan, nogironligi bor oilalar va boshqa ehtiyojmand qatlamlar uchun davlat tomonidan yordam olish mexanizmi mavjud. Lekin bu jarayonning o'ziga xos talablar va tartiblari bor. Ularni bilish va to'g'ri amalga oshirish juda muhimdir. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak. Avvalo, shuni aniq tushunib olishimiz kerakki, kommunal to'lovlardan butunlay ozod bo'lish imkoniyati barcha fuqarolar uchun emas. Bu imkoniyat ma'lum ijtimoiy guruhlarga tegishli bo'lib, ularning ahvoli qonun doirasida belgilangan mezonlarga mos kelishi shart. Kimlar uchun bu ma'lumot dolzarb va kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz yoki oila a'zolaringiz quyidagi toifalarga kirsangiz, bu ma'lumot aynan siz uchun. 1. Kam ta'minlangan oilalar. Bu oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan oylik o'rtacha daromad belgilangan minimumdan, masalan, iste'mol savati yoki kambag'allik chegarasi deb belgilangan mezonlardan past bo'lgan oilalardir. Odatda bu temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kiritilgan oilalar hisoblanadi. 2. Nogironligi bo'lgan shaxslar. Ayniqsa, birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, ularning oilalari. 3. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar. Ya'ni oila boshlig'i vafot etgan va qaramog'ida bolalari bo'lgan oilalar. Ko'p bolali oilalar. Odatiy holda 3 va undan ortiq voyaga yetmagan farzandi bor oilalar ko'p bolali hisoblanadi. Bunda ham oilaning ijtimoiy ahvoli inobatga olinadi. 5. Yolg'iz yashovchi pensionerlar. Agar pensioner yolg'iz yashasa va uning moddiy ahvoli og'ir bo'lsa. 6. Urush faxriylari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Keling, bir nechta aniq hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik raqamlar bilan. Misol 1. Kam ta'minlangan oila. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi Sharipovlar oilasi. Oila tarkibi ota 65 yosh, oddiy ishchi,
oylik maoshi 2500 ming so'm, ona 60 yosh uy bekasi 3 nafar voyaga yetmagan farzandi. Imligi 10 va 5 yoshda. Ularning umumiy oylik daromadi 2 million 500 ming so'm. Oila a'zolari soni 5 kishi. Demak, har bir oila a'zosiga 500 ming so'm to'g'ri keladi. Faraz qilaylik, davlat tomonidan belgilangan kambag'allik chegarasi har bir kishi uchun 600 ming so'm deb belgilangan. Bu oila shu mezonlarga ko'ra kam ta'minlangan hisoblanadi. Ularning oylik kommunal to'lovlari elektr energiyasi 200 ming so'm, o'rtacha 300 kilovolt soat, tabiiy gaz 7 ming so'm, isitish mavsumida 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Suv va kanalizatsiya. Iridan 1000 so'm chiqindi, 25 ming so'm issiqlik markazlashgan, bay oqaman 1000 so'm isitish mavsumida, jami taxminan 625 ming so'm isitish mavsumida bu 900 ming so'mga yetishi mumkin. Bu oila ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qilib, moddiy yordam yoki subsidiya olish uchun ariza berishi mumkin. Agar arizasi ma'qullansa, ularga har oyda ma'lum miqdorda moddiy yordam ajratilishi mumkin. Masalan, 500 ming dan 800 ming so'mgacha. Bu yordam bevosita ularning kommunal to'lovlarining katta qismini qoplashga yordam beradi. Ba'zi hollarda agar bu oila juda og'ir ahvolda bo'lsa, kommunal to'lovlarning bir qismi bevosita davlat tomonidan to'lab berilishi ham mumkin. Bu oila kommunal to'lovlaridan, masalan, edib pudutigacha imtiyoz olishi mumkin. Bu esa har oy 300 so'm atrofida tejash imkonini beradi. Yiliga bu 3600 so'mdan ko'proq degani. Misol 2 ilk guruh nogironligi bo'lgan yolg'iz pensioner Marat aka 70 yoshda yolg'iz yashaydi va ilk guruh nogironi. Uning yagona daromadi nogironlik nafaqasi bo'lib, bu taxminan 25 ming so'm. Uning oylik kommunal to'lovlari elektr energiyasi 100 ming so'm, tabiiy gaz taxmin 1000 so'm, suv va kanalizatsiya 5 ming so'm. Chiqindi 15 ming so'm, jami 25 ming so'm. Nogironligi, borligi va yolg'iz yashashi sababli Marat aka davlat tomonidan beriladigan imtiyozlarga to'liq haqli. Qonunchilikka ko'ra IVA 10 guruh nogironlari, shuningdek yolg'iz yashovchi pensionerlar kommunal xizmatlar uchun to'lovlardan odatda EXPODIS miqdorida imtiyoz olishadi. Ba'zi hollarda mahalliy hokimiyat organlari qaroriga binoan hatto bir besvanigacha imtiyozlar ham berilishi mumkin. Ammo bu kamdan kam holat. Deylik u EXPODIS imtiyoz oldi. Bu degani Marat aka oyiga 500 ming so'm tejaydi. Bu summani u o'zining dori darmonlari yoki kundalik ehtiyojlar uchun sarflashi mumkin. Misol uchun, ko'p bolali oila, otasi ishdan ayrilgan, Ahmedovlar oilasi. Ota dartim yosh, yaqinda ishsiz qolgan. Ona 30 ham yosh, tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Oylik daromadi 20 ming so'm. 4 nafar voyaga yetmagan farzand, 8-3 yoshda. Ular ijarada yashaydi. Oilaning hozirgi daromadi 20 ming so'm. Oilada jami 6 kishi. Har bir oila a'zosiga 1000-6 ming so'm atrofida to'g'ri keladi. Bu ham kam ta'minlanganlik chegarasidan ancha past. Ularning kommunal to'lovlari ijara uyida yashasalar ham to'lovlar o'z nomlarida bo'lishi mumkin. Elektr energiyasi 2000 so'm, tabiiy gaz 2000 so'm, suv va kanalizatsiya 2 ming so'm chiqindi, 30 ming so'm jami 76 ming so'm. Bu oila ham subsidiya va moddiy yordam olishga to'liq haqli. Hatto ularga nafaqat kommunal xizmatlar uchun, balki oylik moddiy yordam ajratilishi ham mumkin. Misol uchun, bu oilaga 600 mingdan 20 ming so'mgacha moddiy yordam berilishi mumkin. Bu esa ularning kommunal to'lovlarini to'liq qoplashga yoki katta qismini yopishga yordam beradi. Ba'zi hollarda hokimlik qaroriga binoan bir martalik moddiy yordam ham ko'rsatilishi mumkin. Bu ham kommunal qarzlarni yopishga xizmat qiladi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning oilangiz yuqoridagi toifalarga kirmasa, ya'ni daromadingiz yetarli bo'lsa, nogironlik yo'q bo'lsa, yolg'iz pensioner bo'lmasangiz, demak, siz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashingiz shart. Bu rasmiy qaror sizga tegishli emas, ammo siz bu ma'lumotni bilishingiz kerak, chunki u sizning atrofingizdagi muhtojlarga yordam berish uchun yoki agar kelajakda sizning oilangizda shunday holat yuzaga kelsa foydali bo'ladi. Unutmang, ushbu imtiyozlardan noqonuniy foydalanishga urinish qonuniy javobgarlikka tortilishga sabab bo'ladi. Muhim nuans, hukumat qarorlariga ko'ra 2021 yildan boshlab kam ta'minlangan oilalarga davlat tomonidan ajratiladigan bolalar nafaqasi
va moddiy yordam turlari unifikatsiya qilindi va yagona ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali amalga oshirilmoqda. Bu tizim orqali arizalar elektron tarzda ko'rib chiqiladi va oilaning barcha daromadlari avtomatik tarzda tekshiriladi. Natijada yordamga muhtoj oilalar uchun kommunal to'lovlarni qisman qoplash imkoniyati yaratilgan. Bu degani, moddiy yordam oluvchi oilalarga kommunal xizmatlar uchun ham mablag' ajratilishi mumkin yoki mavjud yordam summasi shuni qoplash uchun yetarli bo'ladi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, kommunal to'lovlardan ozod bo'lish bu hamma uchun qo'l keladigan serli tayoqcha emas. Bu yerda bir qancha istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha bosh og'riqlardan va moliyaviy muammolardan qutqaradi. 1. Bu to'liq ozod qilish emas, balki asosan subsidiya yoki yordam. Eng muhim narsa ko'pchilik kommunal to'lovlarni to'lamaslik deganda umuman 0 so'm to'lashni tushunadi. Aslida esa bu ko'pincha qisman imtiyoz yoki subsidiyadir. Ya'ni davlat sizga to'lovning bir qismini qoplaydi. Qolgan qismini esa baribir o'zingiz to'lashingiz kerak bo'ladi. Masalan, elektr energiyasiga eshburni chegirma berildi, ammo siz oyiga 200 ming so'm to'laysiz, shuning 100 mingini o'zingiz to'lashingiz shart. Agar siz shuni bilmasdan menga chegirma bor ekan deb umuman to'lov qilmasangiz, qolgan 1 ming so'mdan qarz yig'ilib boraveradi va oxir-oqibat katta muammoga duch kelasiz. 2. Belgilangan normalardan ortiqcha sarf. Hatto sizga subsidiya berilgan bo'lsa ham, bu siz xizmatlardan cheksiz foydalanishingiz mumkin degani emas. Ko'plab kommunal xizmatlar uchun iste'mol normalari belgilangan. Masalan, bir kishiga kuniga ma'lum miqdorda suv, oyiga ma'lum kvota soat elektr energiyasi, ma'lum kub metr gaz. Agar sizning iste'molingiz ushbu normalardan oshib ketsa, ortiqcha sarflangan qismi uchun hech qanday chegirma yoki subsidiya amal qilmaydi va uni to'liq miqdorda o'zingiz to'lashingiz shart. Misol, siz kam ta'minlangan oila sifatida elektr energiyasiga EXMdan chegirma oldingiz. Lekin sizning uyda eski muzlatgich, doim yoqib turgan televizor va ikkita kompyuter doimiy ishlaydi. Natijada oy oxirida siz 500 kWh elektr energiya sarfladingiz. Davlat tomonidan belgilangan norma bir kishiga deylik 1 kWh. Oilada 4 kishi bo'lsa umumiy norma 600 kWh. Demak, siz norma ichidasiz. Lekin agar sizning oilangizda 2 kishi bo'lsa va norma 300 kWh bo'lsa, siz 200 kWh ortiqcha ishlatgansiz. Mana shu ortiqcha ishlatilgan qism uchun sizga hech qanday chegirma qo'llanilmaydi. Uni to'liq miqdorda hech qanday imtiyozsiz to'lashingiz kerak. Agar siz buning tafsilotlarini bilmasangiz, hisobingizda qarz paydo bo'lishi muqarrar. 3. Murojaat qilish va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish shart. Imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi. Siz tegishli idoralarga murojaat qilishingiz, arizalar yozishingiz, barcha kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz va ularning tasdiqlanishini kutishingiz kerak. Agar siz arizani noto'g'ri to'ldirsangiz, hujjatlarning birortasi yetishmasa yoki muddatlardan o'tkazib yuborsangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Bu esa vaqt yo'qotishiga va imtiyozlardan foydalana olmasligingizga olib keladi. Ko'pincha fuqarolar shunchaki davlat yordam beradi deb o'ylashadi va hech qanday harakat qilmaydilar. Natijada qarz yig'ilib boraveradi. 4. Murojaat qilish muddatlari va davriyligi. Imtiyozlar yoki moddiy yordam ko'pincha doimiy emas, balki ma'lum bir muddatga, masalan 6 oy yoki yilga beriladi. Muddat tugagach, siz qayta murojaat qilishingiz va barcha hujjatlarni yangidan taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar siz bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, imtiyoz muddati tugagan kundan boshlab to'lovlar yana to'liq hajmda hisoblanadi. Bu holatda ham xuddi avvalgi kabi qarz yig'ilib boradi. Siz doimiy ravishda o'z imtiyozlaringiz muddatini kuzatib borishingiz kerak. 5. Oilaviy sharoitlar o'zgarishi. Agar sizning oilangizning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli yaxshilansa, masalan, ish topilsa, daromad oshsa, oila a'zolari soni kamaysa, sizning imtiyozlarga bo'lgan huquqingiz o'zgarishi mumkin. Bunday hollarda siz bu haqda tegishli idoralarga xabar berishingiz shart. Aks holda noqonuniy ravishda olingan yordam summasi qaytarilishi talab qilinishi yoki hatto qonuniy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda bu o'zgarishlar avtomatik tarzda ijtimoiy himoya yagona reyestri tomonidan aniqlanishi mumkin, ammo baribir shaffoflik va ochiqlik muhim. 6. Tushunmovchiliklar va ma'lumot yetishmovchiligi. Afsuski, davlat organlari va fuqarolar o'rtasida ba'zan tushunmovchiliklar yuzaga keladi.
Ba'zida fuqarolar o'z huquqlarini to'liq bilmaydilar. Ba'zida esa davlat idoralarida ishlovchi xodimlar ham barcha o'zgarishlardan to'liq xabardor bo'lmasliklari mumkin. Bu esa noto'g'ri ma'lumotlarga yoki imtiyozlar rad etilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun siz o'z haqlaringizni yaxshilab o'rganishingiz va kerak bo'lsa, qat'iyat bilan himoya qilishingiz kerak. Hatto agar biror xodim sizga bunday imtiyoz yo'q desa ham, siz qonun hujjatlariga asoslanib o'z haqlaringizni talab qila olishingiz muhim. Yetidi. Qarzlar va majburiy undiruv. Agar imtiyozlarga noto'g'ri umid qilib yoki to'g'ri rasmiylashtirmay, kommunal to'lovlarni to'lashni butunlay to'xtatsangiz, katta qarz yig'ilib qoladi. Bu qarzlar oxir-oqibat sud orqali majburiy undiriladi. Natijada sizning mol-mulkingizga bank hisob raqami, avtomobil, hattoki ko'chmas mulk xatlov qo'yilishi, chet elga chiqish taqiq qo'yilishi, jarimalar qo'llanilishi va boshqa yoqimsiz oqibatlarga olib kelishi mumkin. O'ylamangki, agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, qarz sizdan undirilmaydi. Aksincha, bunday holatlarda aynan davlat tomonidan berilayotgan yordamlardan foydalanish kerak. Shu sababli kommunal to'lovlarni to'lamaslik degan sarlavhani eshitganingizda, avvalo bu imtiyozlar aynan kimlar uchun ekanligini, qanday shartlar ostida amal qilishini va qanday hujjatlar talab qilinishini to'liq o'rganib chiqishingiz lozim. Hech qachon, hech qanday holatda imtiyozlaringiz tasdiqlanmaguncha yoki aniq bir rasmiy hujjatga ega bo'lmaguningizcha to'lovlarni butunlay to'xtatib qo'ymang. Amaliyotni nima qilishi kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirsangiz yoki sizning oilangiz imtiyoz olish huquqiga ega deb hisoblasangiz, qanday amaliy qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Irgadam, huquqingizni tekshiring va aniqlang. Avvalo, siz o'zingiz yoki oilangizning davlat yordamiga, jumladan kommunal to'lovlar uchun subsidiya yoki moddiy yordamga bo'lgan huquqini aniq tekshirib olishingiz shart. Buning uchun mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Bu birinchi qadam bo'lishi kerak. Mahalladagi mas'ul xodimlar sizning oilaviy ahvolingizni o'rganadi. Daromadlaringizni taxminiy baholaydi va sizga dastlabki maslahat beradi. Ular sizga qaysi turdagi yordamga murojaat qilish mumkinligini va qaysi hujjatlar kerakligini aytib berishadi. Ba'zi hollarda, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga yordam bo'yicha eng dolzarb ma'lumotlar mahallada mavjud bo'ladi. Ijtimoiy himoya agentligiga murojaat qiling. Prezident qarori bilan tashkil etilgan ushbu agentlik barcha ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanadi. Sizning hududingizdagi agentlik bo'limiga borib, mutaxassis bilan maslahatlashing. Ular sizning aniq vaziyatingizga qarab, qanday imtiyozlar mavjudligini, ularning shartlarini va murojaat qilish tartibini tushuntirib beradi. Va Yagona milliy mehnat tizimi MMT va ijtimoiy himoya yagona reyestr portallarini o'rganing. Bu portallar orqali siz o'z daromadlaringiz, ijtimoiy ahvolingiz va ehtimoliy imtiyozlaringiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 2 qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Bu eng muhim va talabchan bosqichlardan biri. Sizning arizangizni ko'rib chiqish uchun barcha zarur hujjatlar to'liq va to'g'ri bo'lishi kerak. Odatda talab qilinadigan hujjatlar quyidagilardir: pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, oila a'zolarining ham asl nusxalari va nusxalari kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa va tug'ilganlik guvohnomalari, voyaga yetmagan farzandlar uchun oxirgi 12 oy davomidagi daromadlar to'g'risida ma'lumotnoma va boshqa manbalardan, agar ishsiz bo'lsangiz, ishsizlik guvohnomasi yoki mehnat staji haqida ma'lumot. Bu hujjat juda muhim, chunki sizning daromadingiz imtiyoz berishda asosiy mezon hisoblanadi. Nogironlik guvohnomasi. Agar siz yoki oila a'zoyingiz nogiron bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi (TIE) xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik haqida guvohnoma. Agar oila boquvchisini yo'qotgan bo'lsa, turar joy egaligi to'g'risida hujjat, kadastr hujjatlari yoki ijara shartnomasi. Kommunal xizmatlar uchun to'lov qog'ozlari, kvitansiyalar. Oxirgi oydagi qarzlar yoki to'lovlar holati haqidagi ma'lumot, bank hisob raqamingiz rekvizitlari. Agar moddiy yordam pul ko'rinishida beriladigan bo'lsa, unutmang, har bir hujjat asl nusxada bo'lishi va nusxalari bilan taqdim etilishi kerak. Ba'zi hujjatlar, masalan, daromad haqida ma'lumotnoma ning amal qilish muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularni oldindan tayyorlashga shoshilmang, murojaat qilishdan oldinroq oling. 3 qadam, arizani topshirish. Hujjatlar to'plangandan so'ng
siz arizani topshirishingiz kerak. Mahalliy fuqarolar yig'iniga aksariyat ijtimoiy yordam turlari bo'yicha arizalar mahalla fuqarolar yig'ini orqali qabul qilinadi. U yerda sizga maxsus shaxsni to'ldirishga yordam berishadi. Ijtimoiy himoya agentligiga agar sizning holatingiz murakkabroq bo'lsa yoki maxsus imtiyozlarga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, agentlikka bevosita murojaat qilish samarali bo'ladi va my.gov.uz orqali elektron tarzda. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari, shu jumladan ijtimoiy yordam turlari bo'yicha arizalar ham yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali onlayn topshirilishi mumkin. Bu usul juda qulay va vaqtni tejaydi. Elektron arizada siz kerakli ma'lumotlarni kiritasiz va hujjatlaringiz skaner qilingan nusxalarini yuklaysiz. Arizangizni topshirganingizdan so'ng sizga uning ro'yxatga olinganligi haqida tasdiqnoma yoki ID raqami berilishiga ishonch hosil qiling. Bu sizning arizangizni kuzatish uchun kerak bo'ladi. 4 qadam. Arizaning ko'rib chiqilishini kuzating. Arizangiz topshirilgach, u ma'lum bir muddat davomida ko'rib chiqiladi. Odatda bu 15 ish kundan 30 kungacha davom etishi mumkin. Bu muddat ichida mas'ul idoralar sizning ma'lumotlaringizni tekshiradi, daromadaringizni, mulkingizni va ijtimoiy ahvolingizni o'rganadi. Agar ular qo'shimcha ma'lumotlarga muhtoj bo'lsa, siz bilan bog'lanishlari mumkin. Siz my.gov.uz orqali yoki mahallaga ijtimoiy himoya agentligiga qo'ng'iroq qilib, arizangizning holatini tekshirib turishingiz mumkin. 5 qadam, qarorni tushunib oling. Arizangiz bo'yicha qaror qabul qilingandan so'ng sizga yozma ravishda xabar beriladi. Agar arizangiz qanoatlantirilsa, qanday turdagi yordam berilishi, moddiy yordam, subsidiya, imtiyoz, uning miqdori, qaysi kommunal xizmatlarga taalluqli ekanligi, qancha muddatga berilganligi va qanday shartlar amal qilishi aniq ko'rsatilgan bo'ladi. Barcha shartlarni diqqat bilan o'rganing. Qaysi xizmatlar uchun to'lovni davlat qoplaydi va qaysi qismini o'zingiz to'lashingiz kerakligini aniqlab oling. Agar arizangiz rad etilsa, rad etilish sababini aniq tushunib oling. Agar rad etilish sababi hujjatlarning yetishmasligi yoki noto'g'riligi bo'lsa, kamchiliklarni bartaraf etib, qayta murojaat qilishingiz mumkin. Agar siz rad etilishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga shikoyat qilishingiz mumkin. 6 qadam. Qoplanmagan qismini to'lashni davom eting. Agar sizga qisman subsidiya yoki imtiyoz berilgan bo'lsa, qoplangan qismi bo'yicha xavotirlanishga hojat yo'q. Ammo eslatib o'taman, kommunal to'lovlarining qoplanmagan qismini o'z vaqtida va to'liq to'lashni davom eting. Hech qachon shuni bilmasdan butunlay to'lashni to'xtatib qo'ymang. Bu sizni qarzga botishdan va xizmatlar uzilishidan himoya qiladi. Har oyda keladigan to'lov qog'ozlarini diqqat bilan tekshiring. Unda hisoblangan summa va chegirma qanday qo'llanganligi aniq ko'rsatilishi kerak. 7 qadam. Vaziyat o'zgarganda qayta murojaat qiling. Agar sizning oilangizning daromadlari kamaysa, oilada nogironlik holati yuzaga kelsa yoki boshqa og'ir sharoitlar paydo bo'lsa, sizning ijtimoiy himoyaga bo'lgan huquqingiz o'zgarishi mumkin. Bunday hollarda imtiyozlar muddati tugashini kutmasdan darhol tegishli idoralarga qayta murojaat qiling va yangi sharoitlar haqida xabar bering. Bu sizga qo'shimcha yordam olishingizga yordam berishi mumkin. Bu qadamlar to'plami sizga kommunal to'lovlar uchun imtiyozlar va subsidiyalarni olish jarayonini tushunishga yordam beradi. Unutmang, hukumat fuqarolarni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Ammo bu imkoniyatlardan foydalanish uchun o'zingiz ham faol harakat qilishingiz shart. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq, aziz tomoshabinlar, bugun biz juda muhim va dolzarb mavzuni, ya'ni kommunal to'lovlarni to'lamaslik bo'yicha rasmiy ko'rsatmalarni batafsil ko'rib chiqdik. Shuni takroran ta'kidlamoqchimanki, bu mutlaq hamma uchun to'lovlardan butunlay ozod bo'lish degani emas. Bu faqatgina kam ta'minlangan, nogironligi bor, ko'p bolali oilalar va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun davlat tomonidan ko'rsatiladigan moddiy yordam yoki subsidiya hisoblanadi. Davlat bu orqali og'ir ahvoldagi oilalarning yelkasidan kommunal to'lovlar yukini kamaytirishga harakat qiladi. Siz endi bu imtiyozlarning kimlarga tegishli ekanligini, qanday shartlar asosida berilishini, qanday hujjatlar talab etilishini va qanday har amaliy qadamlar qo'yish kerakligini bilasiz. Eng muhimi, hujjatlaringizni to'liq va to'g'ri rasmiylashtirib ma'lumot oling, hujjatlar rasmiylashtiring hamda imtiyozlar rasmiy tasdiqlanmaguncha kommunal to'lovlarni to'xtatib qo'yishdan ehtiyot bo'ling. Aks holda siz katta qarzga botib qolishingiz mumkin. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi.
Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelgan bo'lsa, yoki siz o'z tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohingizni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi foydali ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.